Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan amaliyotimizda ko'p uchrab turadigan epigastral sohada og'riq bo'lishi, lekin laborator, UZI hamda FGDS tekshiruvlar qilganimizda oshqozonimiz sog'lom, normal holatda chiqishi, bunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, biz neyrogen oshqozon og'riqlari haqida o'ylashimiz kerak. Ya'ni biz bilamizki, bosh miya hamda orqa miyada oshqozonni ichki faoliyatini boshqaruvchi nerv sistemamiz bo'ladi. Shuni disfunksiyasi hisobiga oshqozonda og'riqlar bo'lishi mumkin. Endi bunda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Klinik belgilariga keladigan bo'lsak, epigastral sohada noaniq diffuz og'riqlar. Ko'pincha bu og'riqlar ertalab hamda kechqurun kuchayishi hamda bu og'riqlar stressdan keyin kuchayib ketish holatlari yuzaga kelishi. Bu og'riqlarni ovqatga bog'liqlik yo'qligi holatlari. Undan tashqari antacid hamda IPP preparat dori vositalar berganimizda og'riq pasaymaslik holatlari hamda bemorlarda vegetativ buzilishlar, ya'ni yurak o'ynashi, terlash, titroq holatlari bilan birga kelish holatlari yuzaga keladi. Endi bunday bo'lgan holatlarda biz quyidagi tekshiruvlar qilishimiz kerak, ya'ni FGDS tekshiruvi. FGDS tekshiruvida oshqozonda o'sma, yara hamda yallig'lanish belgilari bo'lmaydigan bo'lsa, biz ko'proq neyrogen oshqozon og'riqlari haqida fikr yuritamiz. Undan tashqari UZI laborator tekshiruvlar qilib qo'yish kerak. UZI tekshiruvida o't yo'llar diskineziyasi hamda me'da osti bezi yallig'lanishi, pankreatitlarni inkor qilamiz. Hamda laborator tekshiruvlarida biz yallig'lanish belgilari, ya'ni leykotsitlar ko'ramiz. Shu belgilar normal bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha bu neyrogen oshqozon og'riqlari bilan bog'liq muammo bo'ladi. Undan tashqari boshqa kasalliklar hisobiga ham epigastral sohada og'riq bo'lishi mumkin. Ularni differensial diagnostika qilib ketishimiz kerak. Bu ko'krak umurtqalari, ya'ni ko'krak umurtqalarida nervlar chiqadi. Shu nervlar qisilishi, ezilishi hisobiga ham ko'krak qismiga hamda epigastral sohaga og'riq berishi mumkin. Undan tashqari surunkali pankreatit, ya'ni me'da osti bezi yallig'lanadigan bo'lsa, shu holatda ham qo'zg'algan paytida sal og'riqlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari gastroezofagal refleks, bunda jig'ildoq qanash, izyoga bo'lish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari o't yo'llarida diskineziya, ya'ni harakati bilan bog'liq muammolarda ham shunaqa og'riq bo'lishi yuzaga kelishi mumkin. Shularni diagnostika qilib ketamiz. Endi bu neyrogen oshqozon og'riqlarini sabablari nima? Sabablari ko'proq stress, asabiylik, depressiya, uyquning buzilishi hamda neyrogen boshqaruvni buzilishi hisobiga yuzaga kelib chiqadi. Endi bunday bo'lgan holatlarda biz qanday qilib davolaymiz? Albatta davolashida biz birinchi navbatda diagnoz qo'yib olishimiz kerak. Davolashda ko'pincha stressni kamaytirish, asabiylikni, tushkunlikdan chiqarish kerak, hamda uyquni sifatini yaxshilash kerak, hamda nerv sistemasiga ta'sir qiluvchi hamda tinchlanib turuvchi dori vositalarimizni korreksiya qilib berishimiz kerak bo'ladi.